Ushbu biznes obyektida biz eng so'nggi zamonaviy xavfsizlik infratuzilma tizimlarini kompleks ravishda o'rnatib berdik. Masalan, yong'in o'chirish tizimi, avtomatik gazli suvli o'chirish, yong'in aniqlanganda avtomatik ishga tushadi. Bu esa xodimlaringizni himoya qiladi va zararni kamaytiradi. Undan tashqari, yong'in haqida ogohlantirish tizimi, ovozli signal va xabarlar, avtomatik evakuatsiya jarayonlari va yong'in signalizatsiyasi, tutun va datchiklar darhol reaksiya va xabar berish vazifasini bajaradi. Endi esa Wi-Fi tizimi, butun obyekt qamrovi va barqaror aloqa ta'minoti, lokal tarmoq va telefoniya, ichki va tashqi aloqa uchun IP telefoniya, yuqori tezlikda ma'lumot almashish, signalni ichki ekranlarga uzatish, reklama va ma'lumot integratsiyasi imkoniyati, kun-tun nazorati, ya'ni kun-tun rejimi, smartfon orqali masofaviy kirish, server bilan integratsiya va arxivlash. Bu yerda server shkafi yig'ilgan, sovutish tizimi, kabel menejment, tarmoq kommutatorlari va server dasturlari. Eng afzalligi, barcha tizimlarni markazlashgan holda boshqarishingiz mumkin. Sakin kompaniyasi sizning biznesingiz uchun to'liq injenerlik yechimlarini taqdim etadi. Yong'in xavfsizligidan tortib to video nazorat va server infratuzilmasigacha. Agar siz ham birgina jamoa orqali barcha xavfsizlik tizimiga yechim topishni istasangiz va ushbu xizmat kafolatli va keyinchalik bepul servisga ega bo'lishini xohlasangiz, pastdagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.